Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugun sizlar bilan eng ko'p yana beriladigan savollardan biri o'zi yoz mavsumi tugab, kuz mavsumi sovuq boshlanyapti va bu paytda bolalarda birinchi qiynaydigan narsa yo'tal. Yo'tal ho'l, nam, aralash yo'tal bo'ladi. Bir-biridan farqi va bir-biriga qilinadigan lecheniyalar qanaqa bo'ladi deb juda ham ko'p so'raladi. Kelinglar, bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Agarda farzandingizda yo'tal boshlangan bo'lsa, bu bilish kerak, quruq yo'talmi, nam yo'talmi, bunga qarab lecheniya qilinadi. Agarda balg'amli bo'ladigan bo'lsa, yo'tal bronxlarda yoki o'pkasida qanaqadir o'zgarishi bor hisoblanadi. Agar yo'tal quruq hisoblansa, hali infeksiya pastga tushmagan, yuqori nafas yo'lida, burun orqali bo'lishi mumkin. Chunki quruq yo'taldan asosan bronxit ham, pnevmoniya ham bo'lmaydi. Yuqori nafas yo'llari yallig'lanishida bo'ladi. Agarda bola yotgan holatda ko'proq yo'tal bo'ladigan bo'lsa, bolada burun oqayotgan bo'lsa, burun shilliq qavatini shillig'ini orqaga oqishi hisobiga qichitishdan yo'tal hisoblanadi. Bu paytda yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi hisoblanadi. Agarda farzandingizda yo'tal bo'lib, yana isitma, tana harorati ko'tarilgan bo'lsa, albatta vrach pediatrga murojaat qilishinglarni so'rardim. Chunki kichkina bolalarda bizga qaraganda katta odam yo'talib bronxlarda o'sha balg'amini chiqarib yuboradi. O'pkaga borish qiyin. Qachonki shu yo'talib bir oyla yo'talib yurgandan keyin pnevmoniya bo'lib qolmasa, katta odamlarda pnevmoniya bo'lishi qiyin, lekin yosh bolaning pnevmoniya bo'lishi ham, tuzalishi ham oson hisoblanadi. Chunki o'pka devorlar, o'pkalar rasmini ko'rganinglarda, o'pka ildizlardek bor bronxlarimizda, shular bronxlari juda ham kichkina-kichkinadek. Bir soatda mana men eshitdim, bolada bolangiz yaxshi, ketavering. Agar men bu dorilarni boshlasang, bola yaxshi bo'ladi. Bola yaxshi ekan deb onasi lecheniyani qilmadi yoki ertalab qilaman dedi. Bu paytda vaqt o'tishini hisobiga bolada pnevmoniya rivojlanishi mumkin. Chunki bir soat ichida ham bolada pnevmoniya, bronxit rivojlanishi mumkin. Agar farzandingizda nafas qisilishi bilan kechqurun akillovchi yo'tal bo'ladigan bo'lsa, bunda bunaqa holatda bolada laringit ketayotgan bo'lishi mumkin. Albatta bu holatda birinchi o'rinda vrachga murojaat qilgan ma'qul. Agar sizga ham shunaqa qiziqarli videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.